yoshlikdagi eng katta orzularimdan bittasi professional futbolchi bo'lish va Cristiano Ronaldo bilan bitta jamoada to'p tepish bo'lgan. Afsuski, bunaqa bo'lmadi. Men oddiygina bloger bo'lganman, mebelchi bo'lganman, lekin futbolchi bo'la olmadim. Lekin hozirgi yoshlarimizga mana shunaqa imkoniyatlar yaratilgan. Shahrisabzda hozir o'zim ko'rib shunchaki shok bo'lib qoldim. Endi o'g'lingizni futbolchi qilmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz futbolchi bo'lish orzungiz amalga oshmagan bo'lsa, bemalol o'g'ilchangizni qaysi jamoa? Akbarov Junior jamoasiga olib kelsangiz, o'g'lingiz professional futbolchi bo'lib, katta bo'lish imkoniyati darajasi juda ham yuqori bo'ladi. Shahrisabzdagi men tanigan eng kuchli futbol trenerlari aynan Akbarov Juniorda. Akbarov Juniorda trenirovka qilinadigan stadioni qayer degan savol yetib keladi. Inqoz kollejini hammalaring yaxshi bilasizlar. O'shani yangilangan stadionida turibmiz. Farzandlaringni aynan Akbarov Junior akademiyasiga topshirishlaringni men tavsiya qilib qolaman. Professional futbolchilar faqat qaysi komandadan chiqadi? Gol!